hurmatli xaridorlar, sizlarga kelgan yangi presslarimizdan sizlar bilan birgalikda ochaman. Birga ochamiz sizlar bilan. Eng qiziq joyi, menga yoqadigan joyi shu. Press ochish ham qiyin emas. Tak. Mana sizlarga ko'rsatay, nima kelganini. Buni har xil rangda remeshoglari bilan birga kelgan. Bu Xitoydan yangi sveji kelgan model. Bu hozir boshlanishi, men tavakkaliga taxminan ochdim. Materiali ham mana bunaqa yo'q, xolodok material. Mana eng kichkina razmerini ochdim. Shimni pasatkasiga yaxshilab e'tibor beringlar qizlar. Mana bunaqa kilotli fason, tepasi tor, pasti keng, yubka bryukalik model. Ranglari oq, qora, hamma rangidan bor. Bu yerda remeshogi bilan birga beramiz. Remeshogi ichida qaranglar, rangi qorasi kelgan. Oqi bor, oqi ham rosa chiroyli. Hammaga yoqadigan plotniy tsvet. Miu mana. Bu hozir bitta pressimizni ichidagi narsa. Bu yerda hozir bizda 70 ta press bor. 70 ta pressni ochib ko'rsatguncha vaqtim yetmaydi, lekin bir-biridan chiroyli. Eng kichkina razmeri o'sha turetskiy razmerda 36 dan 60-62 gacha. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Bu yerda hozir vaqtim yetmaydi, hammasini istoriyaga nimaga relsga qo'yib berish uchun. Qora rangi, hamma rangidan bor. Bemalol kelib o'sha do'konimizga 673-do'kon kelasizlar. Optima ham, dona ham bor. Kelib xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Orientir har doimgidek tunneldan chiqishingiz bilan birinchi darvozadan kirasiz. 10 qo'lda 673-do'kon. Hammalarni yaxshi ko'raman. Do'konimizda kutib qolaman.